Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Domla, sizda bir savolimiz bor. Hozir odamlarni uyiga borib dogovor qilyapmiz. Beton teshamiz, kesamiz. Bizga kelishilgan dogovor deb pulimizni bergandan keyin biz ularga metr torttiramiz. Metrda to'g'ri topishsa 100 ming mukofot beramiz yo 150 ming mukofot beramiz. Xo'p, shunga bu qimor bo'lib qolmayaptimi degan fikr bor. Shunga Joizmi, nojoizmi? nojoizmi? Xo'p, juda yaxshi. Endi mana zamonaviy tilda aytganda, hozir bonus deb nom qo'yishyapti. Bonus deb. O'zi bonusda masalan joiz yo'llari ham bor. Masalan qanday? Joiz yo'llari. Masalan men do'konga kirdim. Savdolashib narsalarni oldim. Siz ko'p narsa oldingiz bizdan. Bizni xursand qildingiz. Men u bizdan sizga hadya desa joiz. Men uni joiz bu. Endi nojoiz o'rinlari ham bor. Shundan bittasi mana shu bonus deb turib shuni qiymatini mana bu narsalar taxtiga tiqib yuborgan bo'lsa, shu nojoiz. Uni aldov yo'li bilan narsasini sotish yo'q qoladi. Yana bittasi shuki, maqsad o'sha bonusni qo'lga kiritish maqsadi bo'lsa, bu ham nojoiz. Masalan, mana savdoda bay fosid bobida savdoda shart qo'ysa, u shart savdoga taalluq bo'lmasa, bay fosid bo'ladi. Lekin u shart yo sotuvchiga foyda, yo oluvchiga foyda. Deydi kitoblarda. Xo'p, masalan, savdoning o'ziga taalluqli shart bo'lsa, joiz. Masalan, qanaqa? Oldi sotdi bo'ldi. Pulni olgungacha sotgan narsasini o'zida ushlab turishlik bu ham joiz. Yoki masalan, oldi sotdi bo'ldi. Shu 3 kun yo 4 kun. Shu 3 kun gacha pulini bersiz berdingiz, bermasiz, men savdoni buzaman. Bu savdoga taalluqli narsa. Bu joiz. Lekin savdoga taalluqli narsa bo'lsa, shu endi ikkisidan bittasiga manfaati bo'lsa, bu bay fosid deyiladi. Masalan, qanday? Mana bonus o'zini olaylik. Xo'p, mayli siz bilan savdolashamiz, boshqa qilamiz, bir bonus bormi? deydi. Bonus bo'lsa, u odam bilan savdo qiladi, bonus bo'lmasa, ikkinchi do'konga ketaveradi. Bonusi bor. Bonusi bor ketaveradi. Endi shuni shart qilsa, nojoiz. Shu ba'zida masalan shu bonusni talab qiladiganlar ham bor ekan-da. Bonus talab qiladiganlar ham bor ekan. Bonus bormi, yo'qmi? deb shu bonus bo'lsa odam bilan savdo qiladi, bonus bo'lmasa shu bonusli savdoni topadi, savdogar topadi. Bu ham mana shu shartga kiradiki, shu bonusiz hadis bonusiz bo'lsa biz savdo qilamiz, bo'lmasa yo'q. Yoki masalan o'sha bonusiz bo'lsa biz nimalarda taklif qilamiz? Uchtalar tomondan olganda xaridorlarni olib kelamiz. Ko'p xaridorlarni biz shunga jalb qilamiz. Siz bonus berasiz. Siz bonus berasiz. Bu ham o'shani shartni bitta yo'nalishda masham nojoiz. Bu agar savdoda shu narsa bu zamonaviy tilda aytgan bonus deyapman, lekin o'sha shar'an o'sha savdoda bir narsani shart qo'ysa, shu shart yo sotuvchiga foyda, yo oluvchiga foyda bo'lsa, shu bay fosid bo'ladi. Bay fosid. Hozir shu narsaga shu darajaga keldiki, o'sha bonusni talab qiladiganlar ham bor. Bonus talab qiladiganlar ham bor. Endi bu savdo. Endi sizning ishingiz buni ijro deyiladi.
Savdoda nima narsa fosil bo'lsa, ijroda ham shu narsa fosil bo'ladi albatta. Mana sizni ijaraga chaqiryapti, xizmatga chaqiryapti. Lekin nima deyapti? Masalan, metr bormi deyapti. Metr tortamizmi deyapti, masalan, o'zlari. O'zi talab qiladi. Metr bormi deyapti. Ana shu metr tortish bo'lsa, sizni ijara qiladi, sizni ishga taklif qiladi, bo'lmasa yo'q. O'sha imkoniyati bor boshqa nimani chaqiradi. Mana shu ham nojoiz. Lekin siz xizmatga bordingiz, tasodifan shu ishni qildingiz. Bu joiz. Lekin ijaraga olguvchi odam, sizni ishga taklif qiluvchi odam aytsa-ki, metr ham bormi? Metr shunaqa bir bonus degandek, shu metr tortish bormi? Ha, tortish bo'lsa, xo'p, keling. Agar metr tortish bo'lmasa, boshqa o'sha xizmat qilguvchiga, boshqa ijara nimasiga taklif qiladiki, unda o'sha narsalar sizda metr tortish bo'lsa, unda boshqa narsa bor. O'shani taklif qiladi. U xo'p desa, o'shani taklif qiladi. Agar siz xo'p desangiz, sizni taklif qiladi ishga. Agar yo'q desangiz, boshqani taklif qiladi. Aynan qilib shartlashib olsa, bu ham bayfost bo'ladi. Nojoiz. Endi masalan mana bir tomonlama bo'lyapti-yu. Bu hozir men aytayotgan savdo, bu ijara. Endi musobaqa tomoni ham bor. Bir tomonlama. Aytadiki, ikkita odam bor. Uchinchi odam aytadiki, qaysi birlaringiz birinchi o'sha belgilangan joyga birinchi borsalaring, meni so'rinim bor, hadyam bor desa, bu joiz. Buni musobaqa deyiladi. Hozir biz aytayotgan narsa buni savdo deyiladi. Mana uni savdo deyiladi. Ki bonus bersangiz sizdan xarid qilamiz, bonus bersangiz xaridorlar sizga olib boramiz, bo'lmasa yo'q. Bu shartga kirib qoladi. Bayfosga kirib qoladi, bu nojoiz. Endi mana sizni xizmatkachilik bu ijara deyiladi. Ijarada ham ijaraga olayotganda o'sha narsangiz bormi yo'qmi? Unaqami, bunaqami? Deb shunaqa shu shart bilan ijaraga olishlik ham yoki ijarani qabul qilishlik ham yoki olishlik ham bu ham ijaraga fosilga kiradi. Qaysi narsaki bayda nojoizmi? Ijarada ham shu narsa nojoiz. Shuni ham mumkin emas. Lekin Payg'ambarning hadislari bor ekan, shunaqa bir zamon keladi, o'sha zamondagi ummatlarim shu riboni yoki harom narsani har xil nom bilan nomlab yeydi degan hadislar bor. Halollab oladi. Halol. O'zini nimasida? Har xil nom bilan nomlaydi. Mana hozir aytgandek, bonus deb qo'yapti. Lekin shar'an shart. Savdoga bitta narsani shart qilsa, shu shart agar savdoga taalluqi yo'q, ikkisidan bittasi manfaat bo'lsa, bayfos. Bu hozir qizil qimor emas ekan, qimorning turiga kiradi. Endi aniqligi biz aytgandek, agar maqsadi o'sha bonusni qabul qilish bo'lsa, bonusni olish bo'lsa, maqsadi bu shibh qimor. Qimorga o'xshash bo'ladi. Masalan, qimorda ham 5-6 odam davra qiladi, hammasi pul tashlaydi o'rtaga, keyin karta tarqatadi. Qasansiz kartasi 3 yoki 3-6 bo'lsa, g'olib bo'lsa, o'sha odam hamma pulni yig'ishtirib oladi. Ana pul tikishdan maqsad foyda olish, yutish. Qolgan pullarni yutish. Xuddi shunga o'xshash, ayni qimor bo'lmasa ham qimorga o'xshash. U hamki maqsad shuni olishi bo'lsa. Maqsad shuni olish bo'lsa, shibh qimor. Endi shuni savdoda shart qilsa, bonusiz bo'lsa savdo qilamiz, bonusiz bo'lmasa yo'q. Bonusiz bo'lsa sizga har dollar olib kelamiz, bo'lmasa yo'q. Bu shart qilsa, bu yana bayfosga kirib qoladi. Bu nojoiz. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Shunday bo'ladi. Endi biz assalomu alaykum hammaga, biz bu ishni to'xtatamiz, bu nojoiz ekan. Biz o'zimizni reklama qilgan holatda boshqa insonlarga reklamaga bersak ham pul berar ekanmiz. Uyda egasini xursand qilgan holatda o'zimizni reklama qilamiz deb o'ylagan edik. Bu nojoiz ekan, alhamdulillah bilib oldik. Bu ishlarimizni to'xtatamiz. Endi siz o'sha bonusiz o'sha o'z ixtiyoringiz bilan shuni taklif qilishligingiz aslida joiz-ku, lekin borib u odamlar
shu narsa bo'lsa Odatlandi, odatlandi. shu narsa shu beta tortishingiz bo'lsa sizni ishga jalb qiladi, bo'lmasa yo'q. Mana shunaqa shart mana shunaqa hali shart o'tib qolyapti. Уже o'tib bo'ldi. Ha, mana shu nojoiz. Уже qiziqishi bo'ldi, omma. Xudo hammamizga ham ixlos muhabbat bersin, taqvo bersin. Taqvodor kim desa, harom bilan halolni o'rtasini ajratuvchi omodan ham ajrataverar ekan. Halolni o'ziga jalb qilib, haromdan parhez qilishlik omodanni ham ishi ekan. Lekin harom bilan halolni o'rtasidagi shubha narsadan saqlanishlik bu taqvo odamning ishi ekan. Xudo hammamizga ham shunaqa bir taqvo bersin. Allohu akbar.